Voy, to'yvoringlar, nikah bo'lishi mumkinmi? Ayt mana misol abror, govdasi bir besunaqa, bir o'si yotibdir, soch soqol Qorachadagi yo. qorachadagi yarashadi shunga ham. Dojimi? Misol uchun sizga mana eplab bo'lmaydigan darajada bir xunuvsiz, misol uchun ovozingiz ham, ovozingiz ham yo'q, sizga ham shu rang yarashadi. Yo'q, O'zi bitta rang bor, mana shu butun O'zbekistonda erkaklarga hammasiga yarashadi. Bo'ldi, davay, shu rangni uchalamiz kiyib ko'ramiz. Uchalamizga bir xil yarashsa bo'ldi, sizni tan olaman. Videoga like bosib qo'yasiz, haqiqatdan ham gapim to'g'ri bo'lsa. Ketdik. Ne oldu sende? İşlerim sarı. Karın aç bulsam satmadı gurur belen. Kedin arkası kette kak burada eser. Pul tapışını yaxşı görüş kanda babır telen. Midelese yak mide oynaydı esep. İş düşse telefon urdu kette bulsam sizlep. Eken yaylıkını dayımı pula mezedi. Set 3 kız men bilen şerni gezedi. Özündekin aslında alamam backstage. Çıkaman köçeye ayakta Nike diş. Wood dedi my love man dime my bitch. Bugün şerde. Nega aynan to'q ko'k rangini erkaklar kiyimida ko'proq tanlashadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizga qaysi ko'rinish ko'proq yoqdi? 1, 2, 3. Kingsman bu boshqa daraja. Yalnız